2025-yilda yangilangan Cobalt akalar faqat Diyorus kanalida o'shaning uchun tars bittadan like bosasizlar. Jim общий 43 ta yangilangan detal narsalarni aytibdi. Biz sizlarga xalq biladigan chapani tilda nima-nimalari o'zgargan, nima-nimalariga yangilik kiritilgan, narx-navolari qancha bo'lyapti, hamda asosiysi hozirgi kunda Tracker 10X lar rastrochga qanaqa bo'lib chiqyapti. Videoni o'tkazib olmaysizlar, o'shaning uchun bittadan like bosasizlar. Bo'lsam bir boshdan boshlab ketdik. Cobaltni birinchi bo'lib o'zgargan narsasi, birinchi torpedalari qora rangga sepilgan akalar. Qora rangga sepilgan. Oldin bilsalar seri bo'lardi torpedalari. Hozir hammasi tumni qora bo'lgan. Undan tashqari ko'rib turganlaringiz eshikda dev apshipkalar ham hamda mana materiallari seri bo'lardi. Cobalt akalar yaxshi bilasizlar. Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Sizlarga bu o'zgarishlar yoqdimi yoki yo'qmi? Yana qanaqa qo'shimcha qilsa bo'lardi? Shu bitta lyuk qo'ysa, menimcha yanada yaxshiroq bo'lardi. Qani, materialni qora qilgan, plastmassalarni qora qilgan. Yana bitta zo'r tomoni, qaranglar, sideniyani koja sideniya qilgan. Bu Gentracha akalarda ham yo'q bu, 12 ta ham yo'q birinchi paytsalar. Lekin Cobaltda bor. Xo'p, akalar, yana bitta odamni bittada jalb qiladigan multi-rule. Akalar, multi-rule'da mana klimat kontrol, skorost kontrol hamda ko'rib turganlaringizda sensorli monitor qo'yilgan. Hammaga yangilik bo'lib, akalar, mana xuddi o'zimizning trekkerlarga o'xshagan katta emas, lekin ixchamgina menimcha o'ziga yarashadi akalar. Nima deb o'ylaysizlar? Yoki navigatorda ham bo'lib olsa bo'larkan, yoki bundan kattaroq qilsa yaxshi bo'larmidi? Keyin 2017-18 Cobaltlarda bo'lardi abagrev sideniya akalar. Pastda abagrev sideniya oldiga. Xo'p, buni farqi bittadan sanab ketamiz. Qora apshipka. Xo'p, ikkinchisi qora latalarni ham qoraga sachgan. Xo'p, mana torpeda ham qoraytirilgan. Hamma yo'llar qora midnight qilingan. Midnight deyaveraylik, midnight. Sensorli monitor qo'yilgan, abagrev qo'yilgan, multi-role qo'yilgan. Multi-role'da mana yonidagi qoshini ham qora black pianoga o'xshab qilishgan. Yana bitta eng zo'r tomoni akalar, shu bitta shu tablosi xuniydi Cobaltni, tablosini ham bitta baho berasizlar. Malibu 2 ni tablosi bilan bir xil qilib qo'yishgan, qaranglar. Chiroyli akalar, nima deb o'ylaysiz? Fikrlarni qoldiringlar. Gentrachalar, Nexus'chilar, Nexus 2 legenda degan akalar ko'rayotgan bo'lsalar, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Nima deyapti? Yangi o'zgarishlar sizlarga yoqyaptimi yoki yo'qmi? Shu bitta minusi mana start stop qilmabdi akalar. Menga shunisi ne bo'lmadi. Start stop'i yo'q ekan. Ha, doimgidek yanada kalit taqildilar ekan. O'sha aytganimdek koja sideniya akalar. Koja sideniyadan tashqari hamma joyi qoraytirilgan. Общий 43 ta yangilik kirgizilibdi deyilibdi. Biz endi ko'rgan bilganimiz sizlarga sanab o'tamiz. Mana apshipka yorug'da yaxshiroq ko'rinsa kerak, qop-qora. Ya'ni oldingidaqa seri bas. Mana chekkalari ham polni, mana oyoqdagini ham biladi ko'pchilik. Cobalt minida akalarimiz o'xshayib ketadi. Buni ham qora qilgan. Hammaga qora detal ko'p bo'lgan. Endi orqa kapotga o'tadigan bo'lsa, orqa kapotda hop birinchi o'zgarish nikkel bo'lardi. Shu nikkelni qora qilibdi. Bu ham o'zgarishga kirar ekan. Keyin ichini ko'radigan bo'lsangiz, ichida materiallari ham shu asosiy seriya ishlatiladigan joyga qora ishlatilgan, qolgan joyi bir xil. Keyin yana bitta zo'r tomoni mana. Cobaltchilar alohida prujina qo'ydirardi, endi prujina emas. Mana o'zi oxirigacha ochiladigan bo'libdi. Yana bitta yangiligi. Xo'p, undan tashqari bu midnight'i. Bundan tashqari motor sohasida yangilanganlar va birinchi bo'lib kompyuter yangilangan. Yaxshi bo'ldi akalar. Endi ko'pchilik bilardi shu Cobaltda kompyuter muammosi bo'lardi. Kompyuter yangilangan. ABS sistema yangilangan. ABS sistemani ham ko'rsatib, bu qanaqa farqi desa, eski bilan bilsalar, konditsionerda yoqsa, tormoz desa yaxshi bosilmasdi. O'shunga yangi ABS sistema qo'yilgan. Bu sanoq raspredvaldiga yangicha anaqa qo'yilibdi. Sanoq melami bu narsalar tushunadiganlar o'zlari yozib ketasizlar. Men bilganim shu 3 ta narsa. ABS, kompyuter, sanoq datchigi almashibdi. Qolgan joyida ko'rib turganlaringda o'sha mana metlari qoraytirilgan, nikkel joylar. Shu asosan qora-qora qilingan. Endi narxi hammaga qiziq. Bu Midnight 165 million 200. Style MG'si bor ekan, MC'si u 156.100 so'maga. U hali kelmabdi. Bu o'sha 165 millionligi. Ko'rib turganlaringda boshqa tom cho'plari ham, tom cho'plari o'sha bir xil. Shu endi men bizning ko'zimizga tashlangan asosiy qora, ko'proq joylarni qora qilgan. Qolgan joylari bir xil. Kojasini ko'rsatdi-ya. Mana koja sideniyalarni ko'rib turibsiz. Sideniyalar koja. Mana. Napi koja dedim, koja. Endi akalar undan tashqari ko'rib turganlaringdek bu avtosalonimiz qatta videolarga pastda nomerlarni qoldiramiz.
Bu GM'ni ofitsialniy saloni bo'ladi. Bu Farg'ona Marg'ilon kombinat bozorining ro'parasida Orientir 6-maktabda o'tganda o'ng qo'limiz kattagina yo'l bo'yida chiqib turadi. Nomerlarni qoldiramiz. Undan tashqari ko'rib turganingiz Malibu Dislam, Tracker, Captiva 5, Onyx shu turdagi mashinalar bor hamda batta akalarimiz hozir 30% 1 million 200 ming, 1 million 1,5 million so'mdan rassrochkaga Onyx Trackerlar olyapti. Bu yerga kelib bemalol shunaqa rassrochka xizmatidan foydalanib ko'rib turganlaringda Tracker Dislamni, Onyx Dislam barcha turdagi mashinalarni xarid qilishlari mumkin. Akalar, video ko'proq odamga yetib borishi uchun bittadan like bosib qo'yib, xizmatimizni qo'llab-quvvatlab olasizlar. Sog' bo'linglar.